Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, bugun sizlar bilan Chang'an Unus yoki ko'pchilikka tanish nomi bilan X55 Plus 2026 modeli haqida batafsil gaplashamiz. Bu avtomobil Chang'an kompaniyasining eng muvaffaqiyatli crossoverlardan biri bo'lib, X55 modeli ilk bor 2017 yilda taqdim etilgan va qisqa vaqt ichida ishonchliligi, qulayligi va narxiga yarasha imkoniyatlari bilan mashhurlikka erishgan. Vaqt o'tishi bilan X55 Plus versiyasi paydo bo'ldi va endi 2026 yilga kelib u uni oilasiga qo'shilibmiz. Nomi bilan yanada zamonaviy va premium ko'rinishda taqdim etilmoqda. Tashqi dizaynga qaraydigan bo'lsak, avtomobil juda agressiv va futuristik uslubda ishlangan. Old qismidagi katta radiator panjarasi, tor va o'tkir LED farlar sport ruhini beradi. Yon tomondagi keskin chiziqlar va yengil egilgan tom qismi esa unga dinamik ko'rinish bag'ishlaydi. Orqa qismida esa zamonaviy LED chiroqlar va ixcham spoiler bor. Saloniga o'tsak, ichki makon zamonaviy texnologiyalar bilan to'la, katta raqamli panel markazda. Sensorli multimedia ekrani, yumshoq materiallar bilan qoplangan old panel, qulay va sport uslubidagi o'rindiqlar uzoq yo'lda ham charchatmaydi. Multimedia tizimi Apple CarPlay, Android Auto ovozli boshqaruv va ko'plab onlayn funksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Xavfsizlik tomonlama ham Unus juda boy. Adaptiv kruz nazorati, avtomatik tormozlash, yo'ldan chiqib ketishni ogohlantirish, kor nuqta nazorati va 360 darajali kamera kabi funksiyalar mavjud. Texnik jihatdan 2026 Chang'an Unus 5 litrli turbo benzin dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 185 ot kuchi va 300 Nm aylanish momenti beradi. Bu dvigatel 7 pog'onali robotlashtirilgan avtomatik uzatma bilan ishlaydi. Natijada avtomobil shaharda ham, trassada ham juda silliq va tezkor harakatlanadi. Yoqilg'i sarfi o'rtacha 8-7 litr atrofida bo'lib, bu sinfidagi ko'plab raqobatchilardan tejamkorroq hisoblanadi. Endi uni raqobatchilar bilan solishtirsak, masalan, Toyota Corolla Cross, Honda Harrier yoki Hyundai Tucsonning boshlang'ich versiyalariga nisbatan Unus dizayn va texnologiya jihatdan ancha zamonaviyroq ko'rinadi. Narxi esa ko'pincha arzonroq bo'ladi. Shu sababli narx va imkoniyatlar nisbatida juda kuchli tanlov hisoblanadi. Narx masalasiga kelsak, bozorga qarab farq qiladi, ammo odatda u o'rta segmentdagi crossoverlar qatorida joylashgan va oz taklif qilayotgan imkoniyatlariga nisbatan juda raqobatbardosh. Uning eng katta ustunliklari zamonaviy dizayn, boy komplektatsiya, kuchli va tejamkor dvigatel hamda Chang'an brendining yildan yilga oshib borayotgan sifati desak adashmaymiz. Xulosa qilib aytganda, Chang'an Unus X55 Plus 2026 modeli shahar uchun qulay, oilaviy foydalanish uchun yetarlicha keng va tashqi ko'rinishi bilan ham e'tiborni tortadigan zamonaviy crossover bo'lib, agar siz zamonaviy, texnologiyali, chiroyli va nisbatan hamyonbop suv qidirayotgan bo'lsangiz, bu model albatta ko'rib chiqishga arziydi.